Har bir buyuk va esda qolarli yo'l kichkina qadamlardan boshlanadi. Lekin bosib o'tilgan yo'lning mashaqqati, qiyinchiligi va zahmatlari ortida turgan mehnat, kurash va sabr ko'pchilikning ko'ziga ko'rinmaydi. Bolaligida mahalla va qon qarindoshlaridan tashqari hech kim tanimaydigan bolakay futbol olamini zabt etishni, o'z orzusi klubi Barselonada to'p surishni oldiga maqsad qilib qo'ygandi. Bugun esa o'sha maqsad kabi qo'yilgan yorqin qadamlarning guvohi bo'lyapmiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zining tarixidagi ilk mundialga qatnashish ostonasida turibdi. Saralash o'yinlaridagi A guruhda Eron terma jamoasidan keyingi ikkinchi o'rinni egallagan milliy terma jamoa yana ikkita uchrashuv o'tkazadi. Nasib qilsa Denver, Mexiko yoki Torontoda milliy terma jamoa haqida o'tgan videolarda gapirib o'tdim. Abduqodir Husanov haqidagi videoda ham terma jamoa haqida alohida to'xtalganmiz. Albatta Eldorjon haqida gaplashganimizda ham terma jamoa haqida esdan chiqarmaymiz, lekin bugungi video qahramoni Abduqodir va Eldorjondan farq qiladi. Jussada ham, epchillikda va maydonda tutgan o'rnida ham. Osiyoning eng zo'r yosh futbolchisi, milliy terma jamoa va Moskvaning CSKA futbol klubi vingeri Abbosbek Fayzullayev haqida gaplashamiz. Biz marali choy-poy qo'yingizlar, ketdik. Diqqat qilasiz, Toshkentning Paxtakor futbol klubi akademiyasidagi paytida Abbosbek U19 terma jamoasiga taklif etiladi. Osiyo Kubogi kvalifikatsiyasi o'yinlarida ishtirok etib, o'zining birinchi golini Bangladesh terma jamoasi darvozasiga uradi. 2022-yilning 1-dan 19-iyuniga qadar O'zbekistonda o'tkazilgan yoshlar aro Osiyo chempionatida ishtirok etib, 2023-yil O'zbekistonda o'tkazilgan 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar orasidagi Osiyo chempionatidagi feriya esingizda. O'sha turnirda Serquyosh finalda Iroq yoshlarini 1-0 hisobida ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Turnir nihoyasiga ko'ra Abbosbek Fayzullayevga O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan yilning eng zo'r yosh futbolchisi sovrini topshiriladi. O'zbekiston futbol fanatlari uchun turnir nafaqat g'alaba va yosh iqtidorlarni katta arenalarga olib chiqish va ularning keyingi rivoji va undan tashqari. Ushbu turnir ortidan bir nechta futbolchilar propiskasini xorij futbol klublariga almashtirdilar. Esingizda bo'lsa, birinchidan 18-martgacha o'tkazilgan turnirning eng yaxshi futbolchisi deb poytaxtning Paxtakor klubi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev tan olingan edi. O'sha yilning 10-dan 20-iyunigacha SAFA, Markaziy Osiyo futbol federatsiyasi tomonidan Qirg'iziston va O'zbekistonda o'tkazilgan 10 kunlik turnir finalida Eron terma jamoasi O'zbekiston milliy terma jamoasi ustidan 1-0 hisobida g'alabani Toshkentning milliy stadionida qo'lga kiritgan edi. Turnirning markaziy goleadorlari ichida Sardorjon Azmun, Eldorjon Shomurodov, Jaloliddin Masharipovlar bo'lgan. Tojikiston bilan bo'lgan o'yinning ikkinchi yarmida maydonga Abbosbek Fayzullayev tushadi. Oradan 25 daqiqa o'tar o'tmas milliy terma jamoa uchun o'zining birinchi golini kiritishga muvaffaq bo'ladi. Hojimat Erkinov va Abbosbek gol! 72-daqiqa Abbosbek Fayzullayev. 3 ta katta turnir va milliy federatsiya tomonidan yilning eng zo'r yosh futbolchisi, 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar orasidagi Osiyo Kubogi eng zo'r futbolchisi, O'zbekistonda 2023-yilning eng zo'r futbolchisi va ustiga ustak 2023-yilda butun boshli Osiyoning eng zo'r yosh futbolchisi unvonini albatta chet davlat futbol klublari skautlari nazaridan chetda qolmadi. Abduqodir Husanov haqidagi videoda aytib o'tgandim, yana eslatib o'taman, yosh futbolchilarni chet el klublari skautlari asosan yoshlar va asosiy terma jamoa safida kuzatishadi. Bugungi videomiz qahramon Abbosbek bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Malades. Shunday qilib 2023-yilning 4-avgust kuni Moskvaning CSKA klubi Abbosbek Fayzullayev bilan 3 yillik shartnoma imzolagani haqida e'lon qildi. Futbolchining Moskva klubi safiga transferi va uning atrofidagi xabar va yangiliklar uzoq vaqt davom etib keldi. Eng katta sabab deb CSKAning ehtiyotkorligini aytish mumkin. Salkam 2 yil ichida o'tgan 4 ta katta turnirdan so'ng futbolchining o'zini aytishiga ko'ra, Abbosbek o'z karyerasining rivojidagi keyingi qadamni qo'yishga tayyor bo'lgan. Sizga tanish bo'lib qolgan ishonchli manbalarning xabar berishicha, Moskvalik klub Abbosbekni birinchi ijaraga olishni xohlagan. Lekin keyinroq to'laxonli transfer haqida rasmiy taklif yo'llashgan. Paxtakor esa o'z o'rnida Osiyo Chempionlar Ligasiga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Jamoa bosh murabbiyi Maksim Shatskix futbolchini jamoada qolishini, Abbosbekni asosiy tarkibda ko'rayotganini aytib, futbolchini jamoada qolishini xohlagan. Bir so'z bilan Toshkentlik klub o'zining yosh va umidli xonandasini
to'ylarga zakaz qila olasizlar bemalol. Yosh va iqtidorli futbolchini qo'yib yuborishni istamagan. Men topgan ma'lumotlarga qaraganda, Fayzullayev shartnomasidagi klausula 500 ming yevroni tashkil etib, futbolchining shaxsan o'zi shartnomasini sotib olgan. Ya'ni ukamiz o'zi tarbiyalangan klubga 500 million yevro miqdorida pul olib keldi. Молодец. CSKAning xavotirga keladigan bo'lsak, klub mutasaddilari futbolchining jussasi va fizik nuqtai nazardan yangi chempionat bosimlariga ko'nikib keta olishidan, futbolchining adaptatsiyasi maromda va silliq o'tishi haqida qayg'urishgan. Buni tushunsa bo'ladi endi, sababi Abbosbek Barselona yoki Ispaniya profilidagi futbolchi. Jussasi katta bo'lmagan 167 cm. Futbolni nozik his qiladigan, paslarni ustalardek yetkazib beruvchi futbolchi mumkin yangi chempionatga ko'nikib ketishi qiyin bo'lar. Ammo lekin biroq taqdirning o'yinlarini qarangki, CSKA futbolchini olsakmi yoki olmasak deb o'ylanib, izlanib, fikr yurgizib baribir futbolchini qo'lga kiritganidan so'ng Abbosbek moskvalik klub uchun shu qadar qimmatli futbolchi bo'lib qoldiki, 2024-yilning ko'klam faslida O'zbekiston Futbol Federatsiyasi futbolchini yana bir yoshlararo Osiyo Kubogiga chorlaganida CSKA nima qilarini bilmay qolgan. Haqiqatdan ham qizig'i shundaki, yoshlararo Osiyo Kubogi O'zbekiston uchun juda ham muhim bo'lib, O'zbekiston tarixidagi birinchi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritish ma'nosida. Xursand bo'ladigani, CSKA Abbosbek va uning agentlari o'zaro kelishib, futbolchi 2024-yil ko'klamida yana bir katta turnirda ishtirok etdi. Abbosbek turnirning 3 ta o'yinida qatnashib, bitta assistni o'z aktiviga yozib qo'ydi va o'z vatanining tarixidagi birinchi Olimpiada o'yinlarida qatnashishiga yordam berdi. Ana endi futbolchining o'zi va futboldagi kerakli funksiyalar haqida gaplashamiz. Abbosbekning bir nechta kuchli taraflarini aytib o'tsak bo'ladi. Ulardan eng ko'zga tashlanganlaridan biri Tezlik. Abbosbek jussasi yirik bo'lmagani sabab yugurishi tez va ravon, sprintlardan keyin oyoqda tekis turib, yana zambarakni o'qiday uchib keta oladi. Aytib o'tganimdek, o'z tanasi vaznini o'ng oyoqdan chap oyoqqa ustalik bilan tashlay olishi futbolchiga dribling va himoyachilardan birin-ketin o'tib ketishda juda ham qo'l keladi. Aytgancha, futbolchini folsiz to'xtatib qolish juda ham qiyin. Undan tashqari, Fayzullayev futbol maydonida qo'llay oladigan texnik taraflari ham kam emas. Ulardan biri futbolchi o'ng oyoqli bo'lishiga qaramasdan, dribling paytida chap oyog'idan ham uddali foydalanadi azamat. Futbolchining yana bir afzalligi zarbani himoyachining oyoqlari ostiga bunday bekitib, akkuratni avaylab shunday tepib yuboradiki, Varatani orqasidan o'tib ketdi, shunday kirib ketdi. Varatani ham sezmay qoldi. meni hayron qoldirgan va o'z vaqtida suyuntirgan narsalardan biri Abbosbek karyerasi rivoji paytida atrofidagi raqiblarning o'zgarishi va futboldagi propiskasini mahalliy ligadan Rossiya Premyer Ligasiga o'zgartirishi bilan go'yoki raqiblari darajasi o'zgarganini sezmagandek maydonda harakat qilyapti. Futbolchi karyerasining xronologiyasiga ko'z tashlasak, qisqa vaqt ichida Abbosbek poytaxtning Paxtakor klubi dubli, yoshlar aro termalar va Paxtakorning asosiy tarkibida to'p surgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib esa Moskvaning CSKA va O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy futbolchisi bo'lib, Parijda o'tkazilgan yozgi o'yinlarda ham milliy terma jamoa safida ishtirok etdi. Futbolchi ishtirok etgan uchrashuvlar ko'pligiga qaramay, samaradorlikni faqatgina oshirib bordi, ko'z tegmasin. Pedrining Tokioda o'tkazilgan yozgi olimpiada vaqtida ahvolini ko'rgansiz. Aynan shu iborani tanladim. Sababi futbolchi o'shanda 300 kun ichida 63 ta uchrashuvda qatnashgan edi. Abbosbek esa futboldagi eng katta qo'rquvlardan biri jarohat olish ekanligini aytib o'tdi. Statistikaga ko'z tashlasak, bu yerda ham ko'zni quvontiradigan raqamlar. Yosh futbolchi terma jamoa Moskvaning CSKA futbol klubi safida muntazam ravishda gol va assistlar qayd etib turadi. Bunday ravon va karyerasi davomida bir tekis o'sib kelayotgan futbolchiga albatta top klublar tarafidan qiziqish bo'lishi turgan gap. Abbosbek Fayzullayev bilan Barselona qiziqyapti. Shu va shunga o'xshash tekshirilmagan xabarlar bilan sizlarni aldash fikridan yiroqdaman. Shuning uchun futbolchining o'zi Rossiyaning chempionat nashriga bergan intervyusiga yuz tutamiz. Abbosbekning so'zlariga ko'ra, Myunxenning Bavariya klubi futbolchining agentlari bilan aloqa o'rnatib, nima bo'lyapti? Umumiy ahvolni, futbolchining CSKAda o'zini qanday his qilishi, shartnomasida klausula bor yoki yo'qligi, shartnomasining yaroqli muddati va hokazolar haqida ma'lumot so'rashgan. Bu albatta futbolchi ertaga Myunxenga ketadi degani emas. Ammo Abbosbek Bavariya radarlariga tushgani aniq. Bosh soqqan uka. Tushunib turganingizdek, Bavariyadek buyuk jamoa
qaysidir bir futbolchi bilan qiziqayotgani haqida gapirilsa, boshqa bir top klubni Bavariya o'rnida futbolchini kuzatishayotgani ham haqiqatdan uzoq bo'lmaydi. Husanov haqidagi videoda aytib o'tganimdek, milliy terma jamoa safidagi uchrashuvlar top klublar uchun futbolchilar yarmarkasi hisoblanadi. Abbosbek ham bundan mustasno emas. Futbolchini milliy terma jamoa safidagi chiqishlari haqida uzil-kesil gaplashib o'tdik. Hozir esa aynan Parijda o'tkazilgan yozgi Olimpiada o'yinlari haqida gaplashamiz. O'zining yangi tarixidagi birinchi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan milliy terma jamoa guruhda 1 ochkoni qo'lga kiritgan bo'lsa ham, eslatib o'taman, guruhda O'zbekiston bilan Misr va Ispaniya terma jamoalari bor edi. Farg'onlar yurtidan bo'lgan futbolchilar turnirning yarim finaligacha borgan bo'lishsa, Qizil Furiya umuman g'olib bo'lgandi. Abbosbek Olimpiadadagi o'zining chiqishlarida gol va assistlarni o'z hisobiga yozib qo'ygan bo'lmasa-da, o'z vatani tarixidagi birinchi Olimpiada o'yinlarida qatnashish top klublar tarafidan bo'layotgan e'tiborni kuchaytirmasdan iloji yo'q. Yana bir katta turnir 2024-yilning yanvaridan fevraligacha Qatarda o'tkazilgan Osiyo Kubogida Abbosbek milliy terma jamoa safida ishtirok etgan. Futbolchi o'zini uchrashuvlarda juda ham yaxshi ko'rsatib, ayniqsa guruhda Hindiston darvozasiga gol va play-offda Tay darvozasiga urilgan g'olibona golni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Milliy terma jamoa Hindiston bilan uchrashuvda 3-0 hisobida g'alabani qo'lga kiritib, o'yin uchrashuvining birinchi yarmida hal qilingan bo'lsa-da, Tay bilan bo'lgan uchrashuv qiyin va nafaqat qiyin, balki og'ir kechdi. Uchrashuvning qulog'ini Turg'unboyev o'zining goli bilan 37-daqiqada ochib bergan bo'lsa-da, Sarachat ismli aka 58-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Abbosbek esa boyroqda aytib o'tib ketganimdek, o'z uslubida ustalik bilan himoyachining oyoqlari ostidan bergan zarbasi Varatani orqasidan o'tib ketdi, shunday kirib ketdi gol. Varatani ham sezmay qoldi. Tushunib turganingizdek, yosh futbolchi Abbosbek Fayzullayev goli sabab terma jamoa yarim finalga yo'l oldi. Yarim finalda Qatar terma jamoasi bilan o'yin esingizda 1-1 va penaltilargacha borgan uchrashuvda Abbosbek maydonni 114-daqiqada tark etdi. 11 metrli nuqtaga ham futbolchi zarba bergani kelgani yo'q. Lekin o'sha oqshom bosh qahramoni boshqa futbolchi bo'ldi. Что, дурак, что ли? Kalla bormi? Abbosbek Fayzullayev hozirgi kunga kelib karyerasi davomida jarohat olmadi, ko'z tegmasin. Bundan keyin ham jarohatlar futbolchidan nari yursin aytmoqchi bo'lganim, futbolchida anchadan beri otpusk bo'lmadi. Abbosbek hali 21 yoshda, yana qaytaraman iloyim, jarohatlar futbolchidan narida bo'lsin. Esimizda futbol olamida yarq etib porlagan yulduzlar jarohatlardan keyin o'zlariga kelib olishlari juda ham qiyin kechadi. Afsuski bunga yorqin misol etib Ansu Fatini aytish mumkin. Camp Nou eshoni Messining 10-nomerini topshirgan futbolchi jarohatdan so'ng o'zining eng yuqori konditsiyalaridan yiroqda, afsuski. Abbosbek Fayzullayevni esa yaratgan egam jarohatlardan asrasin. Futbolga qaytamiz. Abbosbek Fayzullayev bolaligida Dmitriy An qo'l ostida futbol ilmidan dars olgan. Dilmurod aka studiyamizga Dimaka qo'l ostida yosh futbolchi 4-3-3 formatsiyasida o'tgan mavsumda Jude Bellingham maydonda egallagan ampluasi hujumchi ortida to'p surgan. Xuddi shu holat futbolchiga raqib darvozasi va jarima maydonchasi oldida bemalol harakat qilishni, jamoaning hujumlarini boshqarishni va uchrashuvni o'qishni va raqib futbolchilari oralaridagi bo'shliqlardan ustalikcha paslarni uzatish kabi funksiyonalni amalga oshirishga yordam bergan. Keyinchalikka kelib esa futbolchi O'zbekiston U20 terma jamoasiga taklif qilinishi bilan murabbiy Ravshan Haydarov biz uchun Abbosbekning maydondagi yangi qirralarini ochib berdi. Umringdan baraka top, bolam. Xuddi shunday novator murabbiylarga gap yo'q. Umuman, boshqa pozitsiyalarda to'p suradigan futbolchilarni yangi pozitsiyalarda sinab ko'rib, futbol olamiga bizga tanish bo'lib qolgan futbolchilarni yangi kuchli tomonlarini kashf qilishadi. Yorqin misol qilib markaziy himoyachi bo'lib to'p surgan, hozirgi kunga kelib esa tayanch yarim himoyachisida to'p surib kelayotgan Jon Stoutsni esga olishimiz mumkin. Abbosbekka qaytadigan bo'lsak, murabbiy Ravshan Haydarov qo'l ostidagi O'zbekiston U20 jamoasi 5-2-3 formatsiyasida, Fayzullayev esa hujumning chap tarafida winger bo'lib to'p sura boshladi. CSKAda futbolchi hujumning chap tarafida maydonga tushib, to'pni maydonning markazida qabul qilib, jamoaning hujumlarini boshlasa, milliy terma jamoada Abbosbek maydonning o'ng tarafida harakatlanadi. Tushunish mumkinki, mavsum davomida hujum chizig'ining chap tarafida to'p surib, milliy terma jamoada o'ng tarafda chiqishlari endi vau bo'lmasligi mumkin. Futbolchining o'zi intervyuda aytib o'tganidek, Moskvalik klub safida Abbosbek o'zini erkinroq his qiladi. Bunga sabab qilib futbolchi hujumning chap tarafida harakat qilinishini ko'rsatsak bo'ladi. Butun sezon chapda o'ynab kelib, qaysidir o'yinga tushib qolsam, baribir g'alati bo'ladi. O'zbekiston futboliga va futbol maktabiga ko'z tegmasin. Rahmatli xursand bo'lgan bo'lardi.
Bizni futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku. O'zbekiston milliy terma jamoasi safidagi 3 ta futbolchi hozirgi kunga kelib Yevropa futbol ekspertlari va jurnalistlari qalamidan tushmayapti, ko'z tegmasin. Abduqodir haqida katta videoda gaplashib o'tdik. Boqiy shaharda to'p surayotgan Eldorjon haqida ham hali katta video qilamiz. Bugungi videomiz qahramoni Abbosbek ham vatanining super yulduzlaridan biri, ko'z tegmasin. Osiyoning eng zo'r futbolchisi, Rossiya Premyer Ligasida yil topilmasi, Rossiya Premyer Ligasi 33 ta eng zo'r futbolchilar orasida hujumkor futbolchilar ichidagi 2-o'rin. Aminmanki bu hali hammasi emas. Moskvalik CSKA klubida hamma birdan Abbosbekni mehnatsevarligi haqida gapirishyapti. Futbolchining o'zi esa Moskvaga futboldagi propiskasini almashtirishidan avval o'z kuchlariga yetarli darajada ishonmagan. Yangi chempionatni tortib keta olarmikinman degan hayajon bo'lganini Abbosbek intervyuda aytib o'tdi. O'zimga fiziki tomondan ishonmaganman, shu Rossiyaga kelib buni o'ynab ketaman. Chunki nozikroq bo'lganman. Lekin olma-pish og'zimga tush emas, mehnat, izlanish va mashg'ulotlar orqali Abbosbek hozirgi kunda Moskvaning CSKA va milliy terma jamoaning asosiy futbolchilaridan biri hisoblanadi. Tushunib turganingizdek, bu hali hammasi emas albatta. Ko'rinib turibdiki, futbolchi bundan buyog'iga faqatgina o'sib boradi. Moskvalik klub esa top klub sari bo'lgan yo'ldagi tramplindan biri. Abbosbekning o'zi Ispaniya futboli va aniqrog'i Barselona muxlisi ekanligini aytib o'tdi. Futbolchining uzatmalari, harakatlanishi va o'yinni o'qiy olishi qobiliyatlariga qarab Fayzullayevda Ispaniya futboli profilini ko'rish mumkin. Abbosbekning orzusidagi klub Barselona ekanligini intervyulardan birida aytib o'tgan. Top klub sari bo'lgan yo'lda Ispaniyaning Real Sociedadmi, Ronaldo qo'l ostidagi Villarrealmi, futbolchining orzusidagi klubga yetishishdagi o'ziga yarasha tramplin misolida ishlatilsa, adaptatsiya yoki Ispaniya futbol muhitiga moslashib olish uchun ayni muddao bo'lardi menimcha. Xursand qiladigani, O'zbekiston milliy terma jamoasi safidagi futbolchilar ichidan Yevropa chempionatlarida to'p surayotgan futbolchilar orasida playmaker yoki jamoa o'yinini boshqaruvchi futbolchi rivojlanib kelyapti. Uzoqdan kelamiz, Pep qo'l ostida futbol ilmidan saboq olayotgan Abduqodir jamoa o'yinini buzuvchi, markaziy himoyachi uchun o'ziga yarasha qo'pol, sifatli birinchi pas va juda yuqori tezlikka ega bo'lgan futbolchi bo'lsa, Boqiy shaharda Ranieri bobo qo'l ostida to'p surayotgan Eldorjon klassik to'puruvchi emas. Shomurodov butun hujum chizig'i bo'ylab harakatlanadi. Jamoa uchun kerakli va muhim bo'lgan raqib jarima maydonchasi oldida qilinish kerak bo'lgan qora ishni bo'yniga oladi. Abbosbek esa jamoaning o'ymakori, sostavning yulduzi. Futbol ham hayotimizning boshqa jihatlariga o'xshab shiddat bilan rivojlanib kelmoqda. Agar 10 yillar avvali playmaker iborasi tayanch zonasiga yaqin joylashgan jamoani hujum va himoya tempini boshqarib turadigan dirijorlar bo'lishsa, hozirgi kunga kelib hujum va himoyaning qanotlari bu funksiyalarning ko'pini o'z yelkalariga olishgan. Laminjon Yamal, Rafinha, Muhammad Saloh va Vini Kenja vingerlar o'z jamoalarining ko'pincha uzagi bo'lib, aynan vingerlar zamonaviy futbolning asosiy yulduzlari hisoblanishadi. Yuqorida esga olingan futbolchilar ko'pincha dribling paytida yoki to'pni oldinga surish jarayonida to'pni yo'qotib qo'yishlari mumkinligiga bir necha bor guvohi bo'lgansiz. Ammo aynan vingerlar ushbu funksiyani o'z yelkalariga olishgan. Ular to'pni oldinga surib, aytganimizdek riskni bo'ynlariga olishi kerak. Abbosbek ham intervyuda aytib o'tganidek, to'pni oldinga surish uchun ko'proq risk qilishni CSKA jamoasi safida futbolchilarining chiqishlaridan kuzatishingiz mumkin. Risk qilishingiz uchun o'zingizga o'rin bo'lishingiz kerak. Agar lekin risk qilmasangiz, natija olib kelmaydi-da. Kimdir risk qilish kerak. O'shaning uchun o'ziga odam mas'uliyatni olish kerak. O'yinchi kimdir. O'shaning uchun men qo'rqmayman o'zimga olishga. Abbosbekning jamoadoshi Mirolim Hojipiyanich esa tayanch yarim himoyachisi raqibning pressingini buzib, hujum va himoya chizig'ini mukammal bog'lab tursa, aynan Abbosbek Mirolim Hojiga maydonda yaqin joylashib, markazdan yuqoriroq zonada hujumlarni boshlaydi. To'pni o'rtada qabul qilib, men atakani boshlashim kerak. Oddiy so'z bilan aytganda, Abbosbek Fayzullayev to'pni oldinga suradi, bir nechta futbolchilarni aldab o'tadi, paslar beradi, himoyachilar oyoqlari ortiga berkitib, raqib darvozasi tomon zambarakni o'qiday yog'diradi. Xullas, stadionga tashrif buyurgan muxlislarga futbol degan bayram hissini ulashadi. Meni va bir necha million futbol muxlislarini futbol bilan bog'lagan futbolchi Ronaldinho bo'lgan.
Brat maydonga futbol o'ynagani emas, to'p bilan raqs tushgani tushardi. Uning har bir harakati, to'p bilan yugurishlari, dribling va zarbalari hattoki Barselonaning ashaddiy raqibi bo'lgan Realning stadioni bo'lmish Santiago Bernabéuni ham o'ziga rom etib, qarsaklar ila kuzatib qo'yishga majbur qilgan. Aynan shunday futbolchilar ortidan yosh bolakaylar futbolchi bo'lgilari keladi. Shunday futbolchilarga boqib, men ham katta futbol klubi yulduzi bo'laman degan shirin orzu va niyatlar paydo bo'la boshlaydi. Xullas kalom, Abbosbek hali o'sib unadi. Rossiya Premyer Ligasidagi futbolchining malakasi futbolchining uzoq va esda qolarli karyerasining boshlanishidir nasib qilsa. Abduqodir va Eldorjondan keyin O'zbekiston va sobiq ittifoq davlatlaridagi futbolchilarga bo'lgan qiziqish faqat va faqat ortib boradi. Nasib qilsa yozgi transferlar paytida futbolchini Germaniya yoki Ispaniya top klublari sovchilari bilan o'ynashtirishsa, amin bo'lavering, buning ortida ham bir gap bor. Nima bo'lsa ham futbolchiga omad tilab qolamiz. Shuning bilan nafaqat Angliya Premyer Ligasi va Italiyaning A seriyasi, bu yog'iga Rossiya Premyer Ligasini ham kuzatib boring. Zero Abbosbekning maydondagi sehrini aynan Rossiya stadionlari maydonlarida kuzatish mumkin. Abbosbek Fayzullayev futbol maktablarida saboq olayotgan bolakaylarga o'git bo'la oladigan futbolchi bo'lib yetishyapti. Maydonda faqatgina iqtidoriga suyanib qolmasdan, mehnat va mehnat ortidan keladigan natijalarni yorqin ko'rsatib bormoqda. Videoning boshida aytib o'tganimdek, Fayzullayev Rossiyaga bo'lajak transfer oldidan o'z kuchlariga ishonmagan. Lekin agar yigit kishi o'z oldiga qo'ygan maqsadi va orzusi sari intilib, mehnat qilib, baland cho'qqilarni ko'zlab, mehnat qilsa, albatta orzulariga yetishini siz bilan bizga ko'rsatib berdi. Mumkin hozirgi paytda aynan Abbosbekning misolida yosh futbolchilar o'zlari uchun muhim bo'lgan turtkini olib, yaqin kelajak ichida hayotlari 360 gradusga o'zgarib ketar, kim biladi deysiz. Abbosbekning gol va assistlari soni kun sayin ortib borsin. Ukamizga jarohatlar yaqin yo'llamasin. Aytgancha futbolchini qaysi ligada va jamoada ko'rishni xohlardingiz? Fikrlarni kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sizga shu format yoqqan bo'lsa, like yozib, komment bosish esdan chiqmasin. Men esa Manchester City'ning bu mavsumdagi krizis haqidagi videoni ishlagani ketdim. Biz umarali bor bo'lingizlar.